Assalamu alaikum. Qarindoshlar, yaxshimisizlar? Yaxshi turdinglarmi? Tünögün bir tema chiqarildi to'rga. Bu temadan uzun vaqtdan beri xabarimiz bor. Tünögün rasmiy shaklda o'tirib chiqqandan boshlab, anadikin zuvan chiqirmiz deb o'ylagan. Anadikin uni chiqardik. Estirin qarindoshimiz beshida chiqadi. Onunki ham bahildim. Sababi uni Twitterda beshida chiqargan. Bir muxbir chiqadi. Onun içindeki mezmunlardan nemisinden xabarimiz var. Uzun vaqt bo'lgan ish bu. Ba'zilarning kuchishi bilan bostirib etish, undan keyin yana qaytadan bu jonlanib, mana shaklda qonun tartiblariga kelayotgan ish. Rasmiy e'lon qilgandan boshlab, andan keyin so'zlayli deb gap qilmay kelgandik. Tunugin chiqarilgandan keyin beshida ba'zi yerlardagi inkaslar bek rahatsız qildi. Ondan keyin ba'zi inkaslar rasm tartib ivetib qo'yibdi. Boshqa bolalar. Yana birisi bugun atgan qo'psam shunda jiq odamlar bir narsani ivetibdi. Savol so'rab. Uyg'ur qizlarniki rasmlarni ivetib bergan bo'lsa, ko'rib baqqan bo'lsa deb. Shunda ko'nglim yerim bo'ldi. Andan keyin men o mayli o muxbir yoki yana birisi degandek narsa ustida to'xtalmayman, ammo o'zimning bir ko'z qarashimni bildirib qo'yay deb o'yladim. Mushu Uyg'ur qizlarningki o'zining huquqini qo'g'dab o'tirib chiqqan Uyg'ur qizlarining rasmini nimish qilayotdinglar? Anglab boqqinba, nimish qilayotdinglar? Agar men ovozli so'zlasam, u yoqqa bu yoqqa uchib yurganda mushta so'zlay deb o'yladim. Yana bir nuqtadan Uyg'ur ziyonkashlikka uchirg'uchiga emas, bu dunyo Uyg'ur qurultiyining yolg'on da'vogarlarga yon besishi mumkin. Ko'tarmachilar ko'tirayotganlari bor ekan. Qizlar chiqsa, Allohning oilasiga besim keladi. Onaki sen nomus qilmamsa, bu Uyg'urni arz qilamdi, mundoq qilamdi, andoq qilamdi deb Allohga besim qiladi. Ba'zi bir qizlar bor, nihoyat yeshkichik. Bu chet-elliklar o'zini qo'g'dashni bilgachga o'tirg'i chiqa olganlari bor. Ularning rasmi chiqmagan, o'zining ma'qulligini elib turib, ikkisining rasmini Esterning ayagiga chaplab qo'ygan. Taqal hujjat shakldagilarni qoldirmanglar, o'shunlarning ketgidek narsalarni chiqishi mumkin. Rasmiy chiqarilgan chaqda anadan gap qilatdim. Lekin bugun majburlanib qoldim. Vatanning ishchidagilarga, voy, vatanni mustaqil qilmaysiz. Vatandagi qarindoshlar bunday ketibdi, anday ketibdi. Vatanning sirtida bo'layotgan ish bu. Mush kishilik huquq, inson haqlari degan tijoratni qilayotganlarningki qilayotgan ishlari bu. 2 yil ilgari Amerikadan shundaq bir inalarimiz izlagan meni. İzdab, mushundaq siyosiy panohlik tilash rasmiyatini bejirish jarayonida ma 2 yolg'on advokatlar karvatga zo'rlagan ishlar bo'ldi. Andan keyin mushta ba'zilarinikiga yetishim beqibdi. Andan keyin erlarni chaqirtib kelib bo'lgandan keyin tinmay telefonga xat yozib, ering deb qo'yma, ma bugun bir kun men bilan birga bo'l deb ashunda tahdid qilayotganlar, ashundaqlarni meni izdigandi. O'g'illar izdidi. Savaqdoshlar ekan qizlar. Mushta bo'ldi deb, hukumatni izdanglar dedim. Bu bir tahdid. İzdanglar dedim. İzdidi. İzdiganki ba'zi yerda bostirib qo'yganlar bo'ldi. Ondan keyin 1 bo'ldi, 2 bo'ldi, 3 bo'ldi, jiqaydi bular. Jiqaygandan keyin anandaki rasmiy shaklda bir ishlar bo'lyotdi. Oldi mana chiqdi tunogin. Oldi chiqdi. Keyni batiq bu ishninki. Türkiye'ga siyosiy voy faoliyatlarga borgan chaqda nima deb qizlaringlarni solab bersizlar, ota-onalar. Nimishqa unaysizlar? Ekitimiz, chetelga pul xashlab ketalaysizlar u. Nimish qizlaringlarni solab bersizlar? Solamchi degan gapli bo'ldi bu. Men xili yillar ilgari har bir namoyish bo'lgan chaqda o'sha O'rta Osiyodagi O'rta Osiyolik ayollarni uni buni mushta qilib berdigan, tutib berdigan, palonchiq po'kinchiq degan vaqtida og'zimni ichib qolgandim. U vaqtida men da'vo deb o'ylaydigan vaqtlarimdi. Kallam noit oddiy.
Bizning de bir manda ishlarga qabul qilish kuchimiz nayt töven adat ekanmiz. Bizning madaniyatimizdagi ojizlikmi yoki diniy jihat e'tiqodimizdagi ojizlikmi bilmadim. Ayollarning o'rni töven. Nayt töven. Ziyonkashlikni yana takrorlay, ziyonkashlik uchirg'uchiga emas. Az ziyonkashlikni abbag'uchininki mansibi yoki o'rni degandek ustidan sen nima ishga bunday qilsa ey to'shtirib aytganlar mening ayrimxonamga o qizlarning rasmini nima ish qilading talay narsalar chiqdi jilla qaysini bir yig'ishtira olading oldirmati qonunga chiqadigan har bir odamlaring bor bu birinchi qadam rasvoliklaringlarni ko'ringlar o'zinglar shularga pul berib ko'tirib ton buzuqchilik shapaqchilik kiygizgan tonlaringlarmi shu uyg'ur qizlari mayli Turkiyadagi bo'lsin mayli nerdagi bo'lsin xalqaroda shu chatallik jinsiy tajovuzga uchirgan tajovuzchilikqa uchirgan anadagi uya bilan chimdib olgan uya bilan silib olgan quchoqlab olgan mushundaqlarninki beshida demaslik nima uchun demidinglar deganlar chiqib chiqqan chog'da o'ylab beqinglar shunda bir ezilgan bir millatdanki umidsizlanmaslik uchun demagan to'xtab bu turk qiz anadagi chatallik taloylari bor ashunda degan yerlari bor o'qib beqing hujjatnichi o'qib beqing tarjim qilib chiqamayli deyishdik nima ish qilamiz uni nima ish qilamiz Twitterga kirsang chiqadi aşağıda çetelliklerinin bu degan nayt az chiqirilg'ini talay ishlar bor deb çetellikler o'zlari yozyapti. Tibetliklarning ishidimi borki bu ish eng ozki. Uyg'urlarning ichida eng jiq debdi. Mushlantiq da'vo qilyapti deysizlar. Hey, o'ylab beqinglar. Onalarning sapası shunchalik to'vanmi bizning millatda deb o'ylab qoldim. Xitoyning qo'lida turibmi bolalarni o'qitadigan bir millatdir. Türkiye'de aşırı bop ketdi. Türkçeni öğrensin bulmamda balalarım. Uygurca mektepke apırıp koyup. Türkçe öğrenip bize olsun bir kalısını açsa Uygurca degen apısı mügüdeyleydi sağadın çıkıralaydı. Oylap bekanlar. Bize içilatdi tordu. Keş telefonunlarını marap oltama yeli xotulla. Balalarımlar ney? Kız balı nemi için öyge patmaydı. Nima uchun o'g'il qo'yib qo'yib o'tirib qizlarni agi berib birdan keydi birning keydi bayn mush ziyonkashlik uchirg'ilchilarning ichidami shunda kichiklari bor ekan quramiga yetmaganlari bor ekan shu vaqtida ishlar bo'lgan vaqtida agar aqlimiz ozroq joyida bo'lsa ma chet eldagilarni qo'g'daydi beshida nima shu vaqtida mavu deb dungoslabdan usul o'ynab ketdi 20 yilligini tantanilab Aşlağın pul apırsılar, aş jundunu tang işçisiler, meynetler. Yana nomus qilmaydiq ostida, qiz Uyg'ur qizlar chiqala mı? Chiqsurdi, chiqsa nima ish qilsa? Qo'g'diy olamsa, o'zingning ismingmi yo'q u yerda, yo rasmingmi yo'q Facebooklarda. Bir tal inkasmi yozolmaysa, Uyg'ur qizlar qilsa, nim deb berding, nim qilib berding, qo'g'damding. Bir qarabmi qo'yamaysan, o xayillarga. Kötəmikəşlərə, xəq qanda tılındı, xəq nim qıldı degan gap yo'q. Özüңnің qızların var. Senin qızınğa kelgan çağda xəq qarab turdu vaqti kelgan çağda. Hər bir qilgan narsa, hər bir yanıdı aqasınğa. Həmmingi tən yanıdı. Uyg'urning qiyniga kirgan, meliga kirgan, haqqiga kirganlarning Allah balasını verdi. Qarab tur texim balayını verdi aqasınınki. Qarab baq. Uyg'urning ыңыраватқан bir millat, mundaq bo'lgan millat deb o'ltirib, nay. 2018 to'satdili guvochilar paydo bo'lib ketgan. To'satdili voy opam nerda, dadam nerda? Opang nerda vatanda? Berib kelyapsa. Anadikin tashkilot degan qurilib ketdi. Tashkilotchilarning sizlar xalqlarmi daqlinglar, sizlar xalqlar. Bir hukumat Uyg'urni xalq desa bo'ladi. Başqalar sizlarning hech qaysinglarning bizni xalq deyish huquqinglar yo'q. Facebooklarimga qarab baq. Bir Xitoyga qarshi bir nima deyamaysa, xoinni bir ikkital xoinni bunday qilib tillab qo'yganinglar. Xitoyga doir bir nima bormi?
Twitter'ların qarab baqay. Hammaң çaşqan yamanlab chiqqidek bir nimalaring bor sahifalaring. Yolg'on rostladim, yog'andinmi qilmagan ishlaringni qildim deb po'yitishsa, og'zimizni ochmaylayotimiz. Kollektiv jidalga sabab bo'lmaydi. Bo'ldi. Men qilayotgan ishlar butunlay qolib qolar ekan deb. Bu faqat birinchisi. Dolqinakninki shunchalik to'ymagan ekanki, Dolqinak. Ayol kishiga ajab to'ymabsa. Nuri Turkalmi shu. Chet elliklarni oldirib poqqa yetibsa, Uyg'ur qizlarniki, oshmi sening qizlaringdami kichik? Qizlaringdami kichik? Ostonga bostirib yotgan chaqda qizlaringdami kichik? Set nimalaring, yozgan bir nimalaring nomussizlar. Voy Qasımni Oqsaroyda, yana bir Ko'ksaroyda ishlab po aytishmay. Oqsaroyda ishlaydi, FBI'da ishlaymi, o CIA'da ishlaymi deganlar, uqib bo'ldik, uqib bo'ldik. Yolg'onda nasat ishlaymi deyishma. Birdamdan chiqdi ekansan emasmi yolg'ondan? O ko'tira olgan, u yerga ko'tira olgan mundaq bir nimalarni apirib o'tirib men o yerda ishlayman. Ba'zan bir narsalarni sirtqa ko'tiraverdi. Mani oqsin deb. İçideki 5 kurunun içine kiremeydi. Ağzımni açmay deb turib shunda tirishdim. Ama ma rasvochilikqa açmay amal yo'q. Mush Oslo'dagi munbarga kelgan chaqda ola qo'ymabsa, qizlaringni opirib bergicha numus qilmamsa, onalar. Ma ishton deganni bir ching tutmamdi, adam degan ishtonning beg'ini. Çoğunlarını deydiğen burular əli-məli başqurduğun bir millet degandan keyin manda bir ketib alsaq mı eymini toq, palançının kızı, pokunçının kızı demisin deb. Öyle ki resmi ceylanı cey deyişemeyse, dem bana Allah balayını versin ey işitla. İşitdesim işit köngül nimi degen numussizlik ey bu. Xalq da hey çetellikler nima uchun boldiroq demidan bu ishni desa, degan narsa nima? Ma ezilgan millatga, ma biz Xitoyning topinining ostida bu umidsinib ketmasin, ma yuqoridagilar mundaq ketib, u qandaqsa bizning yuqoridagi odamlarimiz, tijoratchilar, jambaqalar, yana oshini pul berib, ton kiygizib, o'rtasidagi saranglar, qiyr saranglar. Soğut işbaqdan qapqagan qip-qizil saranglar kensizlar, doppanglarlı Uyg'ur. Qasımның numussizlar. Oş qizlaringni berib, oşaq apiribma. Hey. O'zinglar bir o'ylashib beqinglar, men bir inkas yozg'ichi-chu, inkas yozganlarga bo'lsin, qizlar chiqsin nima ish qilsa, qanday qilib berding? Suyunchi beramding yoki qo'g'diy olamding? Deb baq, Turkiyadan talay-talay ishlar bor. Birsin bir nima qila oldingmi? Yolg'ondan aşağıda agar ash qizlar chiqsalar, nima bo'ladi? Opsini dadisiga qaranglar, unda erdan tayoq yegandan shunday xizmat ishlagan-ku, ashunga o'xshash. Manda ishlarga voy bu bir manda ish, bu bir satchilik, deb o'tiraylar. Ömer Qadat yon besibdi. Yana kimlar yon bosdi? Loyisa degan xotin yon besib, bostirib kelgan bilan qanday bo'ldi? Voy, oyning 15 Gündüz oldu, ayının 15 karanlık oldu qara. Bu devlet sende durmaz, bu meynat mende deydi. Uygur'un ki aldı günleri, yaxşı günleri. Sen o bir nimen olarla, bir kişilik hukuk kuruluşu, yani birim bilerla, bütün Amerika'ya vekillik kıladığan bir orun emas o. Hükümet orunu emas o. Dünya Uygur kurulduğum bütün dünyadaki Uygur'a vekillik kılmaydı. Ba'zi odamlarcha yon besishdan ilgari keyinga ozroq yo'l qo'yib qo'yinglar qara. O'qimaydigan bo'lgandan keyin, izlanmaydigan bo'lgandan keyin ba'zan narsa o'qimagan holatda ba'zan odamlarni bek ko'tarib ketmanglar. Vahshiy tushsizlar, qo'nglar besh parchaga tushsizlar. O'ylashibroqchu, yana ba'zilaringlarnimi? Davoni o'ynayotgan, petig'lab o'ynayotgan, oshundaq tashkilotlar Tosatdığını bir işkital sözler koyup onu diyor hemmini bilgin oy mundakçı malların hemmisi biz bildik dep total hain tillap koygunlar Xitayni tilli aldın mı? Hiç nima qılamaysa, öljet mi qılamaysa sağlıksız mağanmaydigan bo'lmaganiki o'zing qil. Sen mi tevedin birini qo'r? Biz seni mi qo'llaydi anglab baqli.
Sen harakat qil. Uxmaymiz emas, ba'zan narsalarga gaqilmayotimiz. Hoşun tepasang, tepalmay qalsang, ola qo'ymaymiz. Uyg'urninki ishiga to'pi sapgan har qandig'i tetimiz desang ishon. Ba'zan narsalar kelganda bo'pti, tishimizni tishlab turali, bek bo'lamay ketganda gap qilamiz dedim. Ko'tirayotganlarmichu o'ylash baq, jinglab baq o'zingninki qanchalikligingni. Bilmagan narsangga bek qopishib ketma. Bilgan narsangga qopishi. Ma'ndaq sat ishlar chiqqan chaqda anadikin nima qilmay chiqqanini so'zlaymiz, chiqmaganini chiqishga boshlagan chaqda so'zlaymiz. Uning rad tartibi bor. Seningmi bo'lmagan ishlaringga po'atma. Har qanday bo'lmagan ishga po'atma. Odamchu sal orqaga bir o'rin qo'yib qo'ymagan bilan vahshiy tushidi. Ko'taga odamlaringdan yurqing og'irgan qaraganda, bu xalqlar seni tükürüklü toşturup ötüdü. Mana gap. Ma'qul qarindoshlarim, ma ziyankeşlik uçurgıcıga yan basaylı, ziyankeşlik uçurgıcıga bir hemnefes mana bir yardımda bulaylı, ma inkaslada olsunmu? Dünya Uyghur Qurultayını poh degenen bilen resva olib ketdi, resva. 20 yıllığı resmi 20 yıllık oldugan boldu. Xulas taz çıktı mana. Taz yaxşı vaqtida çıktı. Qağalları çıkıptı ki. Aldırmanlar. Xalqning u yerini chimdi bilib, xalqning xotinlarini oyoq osti qilib, turk qizlar, turk ayollar, chet elliklar, xalq senda munosabatini uzsimi? Tinmay yezib, kelmasang eringga deb qo'yma, kelmasang anda qilma. Buning tahdid ekanligini, xalqning rasmga tortib olganligini yozganlaringni, e-maillaringni, telefondagi narsalaringni o'tib bir ishga hozirgi ikkisi chiqqani bilan qolganlaringni bog'u. U advokatlaringmi seni qo'g'dayolmaydi. Chunki advokatlaringning kimi pul bilan uyg'urchilashtirib yotding, xitoychilashtirib yotding ayliq advokatlaringni. Shu Amerikadagi qizlarni o'ylanglar. Mundaq vaqtida yana sizlarga tahdid bergan chaqda tezdan izdanglar degandim qanday yaxshi bo'ldimi? Natijasi bo'ladi. Nima natijasi bo'lmaydi? Gerçi sal vaqt ketganda qilgan bilan men bir ishga 3 yil tirishdim. Natijasi bo'ldi. Umi chiqdi o'tgan. Ashundaq ba'zan narsalarga vaqt ketgan bilan sen ashuningga o'lchamlik, hujjat, isbot hamma narsani ta'minlashing kerak. Uyg'urni arz qilmaydi degan gap yo'q. Huquq manfaatingga to'g'ri kelgan daxl taruz yetganda onangni o'sim arz qilsa. Manda bo'lganda Uyg'ur anadagi ko'tarilib chiqa oladi. Uyg'ur onalari, uyqonglarni ichinglar, bollaringlarni qo'g'danglar, qizinglarni qo'g'danglar, bir millatni tug'di qizval degan. O'ylab baq. So'rlib, eyliq paytimidek yurishiyotsa, bollaringni oldinga ap qo'yib o'ltirib tilamchilik qilyotsa, o'zingning yuzing qapqar yo'gaklik, bollaringning yuzini boshqa qilib. Munda qildigan millat emasdiq, Haqqi beradigan millatdiq, nima deb munda qilsizlar? Numus qilmay o'ltirib soliqlar munch pul apdi deb, numus qil, numus. Ap ketgan pullaringlar, xalqlarning boshqa tashkilotlardan olgan hujjat bor, birdan chiqidi. Qonunli holda chiqirimiz narsalarni. Haq chiqarganda boshlab biz tezdan moslashimiz. Haq chiqarish boshlagan chaqda hamma narsaning tartibi bor. Bo'lmagan ishni po'atmanglar. Anadaki yalğandan kimli söz işek angrapesi ma bakak şu angrapedi oyma mustaqilchi işekka mustaqilchi bir meke deb oltamay ma nimish qilyapti. Agar shu qilgan ishni soliq qilgan bo'lsa nim bo'ladi? Soliqsiz mangalaysa hamkorlashib, lekin soliqni yindiga berib olmasangmi? Senmi qil? Senmi ağzımni ochmay Uyg'urni xalq deydigan faqat bir hukumat organlari Uyg'urni xalq deyalaydi. Hamma mushukning tashkilotlarining hammasi Uyg'urni xalq demaydi. Heliga jeshiyalar yig'ilib olib, og'zimni ochmay, eng yaxshisi tatlama Uyg'urni, petiqlama, baksat ishlar bo'lib qoladi. Mayli u yerga qochib ketganingimiz tamg'angni peshonangga vahshiy choplab o'tma. Uyg'ur misha chatalda egi chiqalsa, anadagi vatandagilarga qila oladi.
Bilmeymiz emas, bilimiz. Gep qilmay turayli davatimiz. Salihning uydagilarga esildiganga nima sababchi bo'ldi deganga biroz savol qo'yib beqinglar. Ikki qizini uydan chiqib ketgan holatda o'ltiralgan ota-ona qanchalik badal to'ladi ham to'layotdi uni o'z bildi. Qarindoshlarim, yaxshi ishlar oldimizda tig'i. Birdan chuviladi. O'zing chuvanmagandan keyin boshqalar chuvsa, hech bo'lmagan zuvoningni yig'ib o'ltirib inkas yozguncha odamdek yoz inkasni. Ayrim 80dak 90dak bir gap kep ketibdi, biringa javob bergim kelmadi, mishar javob berdim. O'rtasiyalik bir hadimizga javob berib qo'ydim. Bilgan ishni so'zla, bilmagan ishni so'zlama eng yaxshisi. Izdinib baq. Dünya Uyg'ur qurultiyining ichidagi rasvolikninki faqat bir qanchalik qismidir. Ni. Eliqi. O yalğız yatanmam degan shu Nuri Turkal bilan shu dolqinak bir yerga borsa, birdan qizingni, xotiningni vergicha, og'zimni rast ochmay deb turib so'zladim buguncha noyati ilmiy shaklda. Yana tatlasang, uningdan yo'g'on narsaları rasming bilan tang chiqarib turib, ko'z tutib turib qilma. Nimish qilding? Ay yozgan inkaslaring haqqa. Eliqi yolg'on advokatlar Amerikadagi, Uning buningki xotinlarga yan tinmay qilayotganlar. Bütün Amerikani sen boshqarmagandan keyin qara, Nurak. Anandan keyin Ömer Qanat yopaman deb texmi yo'g'on ichilib ketidi. Yopaman deb avaroma. Jixlaringchu, yopaman deb avaroma. Rahmat qarindoshlar, biroz bir ziyonkashlikka uchurg'uchini himoya qiladigan anadagi bir o'tirib chiqib turib guvohlik bergan ashu qizlarga hech bo'lmay duo qilib qo'yinglar, ham inkaslaringlarda bo'lsin, bayjab yaxshi qilibdi, o'zini qo'g'dabdi deyalanglar. Haliqi onalar qizlaringlarni ega bo'linglar, qizlaringlarning eg'igacha, o'zinglarga ega bo'lamay, qizinglarni bermaychi. Rahmat qarindoshlarim, bo'shunchalik so'zlab qo'yay. Yana yo'g'onlar chiqqan chaqda hayron qilib aylanib qolmanglar, himoya qilib ko'tirib bo'lamay ton kiygizganlar, do'ppi kiygizganlar, eliq ustalda o'pkisib selib ko'tirib ketganlaringlarning-chu, og'zinglar birim bo'lib qolmasa, maymoq bo'lib qoldi aqchamani ko'rib. Rahmat qarindoshlarim hamsa.